Bu MH-60R dengiz burkuti tik uçarı. O saatiga 267 kilometr uça alaydı. Hamda suv asti kemalarini tepish va yo'qotish uchun maxsus loyihalangan ilg'or radar va torpedoga ega. 2015-yili Tayvan hukumati bu tik uchardan 12 dona sotib olishni talab qilgan. Tayvan bu tik ucharlarni g'oyat zo'r suv asti paraxod flotiga ega Xitoyning yushurun tajovuzidan mudofialanish uchun ishlatishni o'ylagan edi. Amerika necha 10 yildan buyon Tayvanga nurg'ulg'an har xil qurollarni sotib kelgachga bu bir normal talab edi. Ammo 2022-yili bu savdo tuyuqsiz to'xtab qoldi. Xabarlarda oshkorlanishicha, Amerika amaliyotda Tayvanning talabiga inkos qaytarmagan. Hatto Tayvanni bu plandan yenishga undigan. Buning sababi Amerikaning Tayvanning tajovuzidan mudofialanish strategiyasida ba'zi cho'ng yuchuqlar borligidan qattiq endisha qilishga boshlaganligi edi. Meningcha bu Amerikaning Tayvanning ma'lum bir talabini rasmiy rad qilgan tunji qadamligi bo'lishi mumkin. O'rtaq tunish shuki, Tayvan bu masalani jiddiy bir taraf qilayotganligini ko'rsatish uchun texmi ko'p ish qilish kerak. Undaqda Tayvanning Xitoy tajovuziga qarshi turish plani nima va Amerika nima uchun uni o'zgartirishga urinyapti? Xitoy bilan Tayvan o'rtasidagi to'qinish bir asrga yaqin vaqt ilgari boshlangan. 1927-yili Mao Zedong Qizil armiya bilan Chiang Kai-shek va uning ittifoqdoshlari hukmronlik qilayotgan millatchi hukumatga qarshi urush qilishga boshladi. Keyingi ichki urushda 6 milliondan ortiq odam o'ldi. 1949-yili Qizil kommunist armiya g'alaba qilib, millatchilar dengiz qirg'idan aran 130 kilometr yiroqlikdagi Tayvanga chekinishga majbur bo'ldi. Cho'ng quruqlikda kommunistlar Junxo Xalq Jumhuriyatini qurdi. Aniq bo'lishi uchun biz uni Xitoy deb ataymiz. Millatchilar bo'lsa o'zlarining Junxo Mingoni qurdi. Biz uni Tayvan deb ataymiz. Ikkiga ayirish bilan ish tugumadi. Urush mu oxirlashmadi. Har ikki taraf o'zlarining Tayvan va cho'ng quruqlikning qonunliq hukumat ekanligini davomli da'vo qilib, oxirida qarshi taraf bilan birlashadiganligini bildirib bayonot berib keldi. Amerika aslida 1954-yili millatchilar tarafda turib, ular bilan o'zaro mudofaa shartnomasi imzolagan va agar Xitoy tajovuz qilsa, Tayvanni qo'g'dashga va'da bergan. Ondan Amerika askarlari qurollarni orolga o'rinlashtirgan. Ammo taxminan 20 yildan keyin Amerika Xitoy bilan bo'lgan munosabatni yaxshilashni boshladi. Shunda qilib 1971-yili Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkilotida rasmiy holda e'tirof qilindi. Ondan Amerika 1979-yili o'z askarlarini Tayvandan chekindirib, uni qo'g'dash haqidagi rasmiy va'dasini oxirlashtirib, uning o'rniga Amerika Tayvan munosabatlari qonunini ma'qulladi. Shunda qilib 1979-yili Xitoy Birlashgan Davlatlar Tashkilotida rasmiy holda e'tirof qilgan. Ondan o'z askarlarini Tayvandan chekindirib, uni qo'g'dash haqidagi rasmiy va'dasini oxirlashtirib, uning o'rniga Amerika Tayvan munosabatlari qonunini ma'qulladi. Bu Tayvan bilan faqat savdo va madaniyat munosabatlarini saqlash va'dasi edi. Ammo g'alqiliq yeri bu orolni Xitoy hujumidan qo'g'dash va'dasi emas edi. Bu qonun Amerikaning haqiqatan Tayvan uchun bevosita aralashadigan, aralashmaydiganligini mujmal qoldirdi. Amerikaning bu mujmalligi sababidan Tayvan Amerika o'zini, ya'ni Tayvanni qo'g'dashga kelmaydi deb faraz qildi. Bu qonunda Amerikaning Tayvanga o'zini qo'g'dash uchun kerakli barliq qurollarni sotib beradiganligi bildirilgan. Shunga 80 va 90-yillarda Tayvan qurol sotib olish iltimosini sunishga boshlagan va Amerika hukumatı ularni tasdiqlagan. Bu tasdiq soyasida Tayvan qirg'uvchi aeroplan, tanka, hujumchi tik uchar, boshqariladigan bomba, hatto paraxodlarni sotib olgan. Bularning ichida Amerika ta'minlaydigan eng ilg'or va eng qimmatli qurollarning ba'zilari bor edi. Bu M60 tanklarining har birining bahosi 1 million dollardan oshadi. F-16 qirg'uvchi aeroplanlarining har biri taxminan 40 million dollar. Bu paraxodlarning bahosi bo'lsa 300 million dollardan oshadi. Ammo Amerika bilan Tayvan har ikkisi bu qurollarning Xitoyning yushurun tajovuzchilik strategiyasiga qarshi turishda afzallik elib keladiganligiga ishonadi. U vaqtlarda Xitoyning tajovuzini o'z askarlarini paraxodlar bilan bo'g'izdan o'tkazish orqali boshlash ehtimoli yuqori edi. Ammo uning Tayvandan necha million ko'p askari bo'lsa-mu, ularni qo'g'daydigan ilg'or qurollari nisbatan oz edi. Shunga ular bo'g'izdan o'tganda Tayvanning aeroplan, paraxod va boshqariladigan bombalari ularga osonla hujum qila oladi. O'tib kelgan har qanday Xitoy askari tezlikda Tayvanning mudofaa liniyasiga, jumladan tanklarga duch keladi. Tayvan Xitoyni to'sib turayotgan afzallikdan foydalangan Amerika aralashishni qaror qilib, o'z harbiy kuchini yo'tkazdi. Shunga 1990-yillarda Tayvan shu ssenariyaga tayyorlik qilish uchun pulini davomli Amerika yasagan aeroplan, tanka va paraxodlarga xarjladi. Ammo bo'g'izning qarshi tarafida Xitoy o'z strategiyasini tezlikda o'zgartirib 1995-yili Xitoy Tayvan atrofidagi dengizga 6 boshqarilgan bomba etib, yangi bir Tayvan rahbarining o'ttirga chiqishiga norozilik bildirdi. Li Tenghui Tayvanning tunji xalq saylagan prezidenti bo'ldi. U Tayvanni cho'ng quruqlik bilan har qanday birlashishdan yiroqlashtirmoqchi bo'lgan. Bu Xitoyga qarshi ching turg'uvchilardan biri edi. Xitoy bu boshqarilgan bombalarni etish orqali birlashishga bo'lgan qat'iy irodasini va buni amalga oshirish uchun harbiy kuch ishlatishga tayyor ekanligini namoyon qildi. Oldingi necha 10 yilda Xitoy iqtisodini zo'r darajada taraqqiy qildirdi.
Ondan 1990-yillardan boshlab u shu pulning zo'r bir qismini harbiy ishlarga mablag' soldi. Xitoy Tayvanning Amerika yasagan qurollarga moslashish uchun o'zining zamonaviy tanka, qirg'uvchi aeroplan, suvosti kemasi, tik uchar, urush paraxoti va ballistik boshqarilgan bombalarni taraqqiy qildirdi. Hozir biz Xitoyning ilg'or 4-chi, hatto 5-avlod qirg'uvchi aeroplanlarini ishga solganligini ko'rib olamiz. Ular Tayvanning F-16larga o'xshashli ilg'or. Hammadan muhimi, Xitoy diqqatini Tayvanga tayyorlik qilishga markazlashtirib, suvosti kemasi iqtidori, ballistik boshqarilgan bombalarni haqiqatan kuchaytganligini ko'rdik. 2013-yilga kelganda Tayvan davlat mudofaa ministrligining mo'ljallashicha Xitoy armiyasining Tayvanga nisbatan tik uchari 3 hassa, urush paraxoti 4 hassadan ortiq, qirg'uvchi aeroplani 8 hassa, tankisi 10 hassa, suvosti kemasi 15 hassadan ortiq ko'p bo'lib, Tayvanga yetib bora oladigan g'oyat zo'r sonda ballistik boshqarilgan bombasi bor ekan. Bu qurollar Xitoyga Tayvanning har ikki afzalligini yo'qotish orqali muvaffaqiyatli tajovuz qilish uchun texmi yaxshi fursat berdi. Oldi bilan askarlarini avatishning o'rniga Xitoy boshqarilgan bombalarni ishlatib, Tayvanning aerodrom va portlariga bombardimon qila oladi. Bular oson nishon bo'lib, Tayvanning havo armiyasi va dengiz armiyasini unumli yo'qotdi. Keyin uning paraxotlari va suvosti kemalari askarlarini bo'g'izdan o'tganda qo'g'day oladi. Ondan uning aeroplanlari va tanklari ularning orolni egilishiga yordam bera oladi. Balkim bu harakat Amerikaning aralashishidan voz kechtiradigan darajada tez bo'lishi mumkin. Bu Tayvanga nihoyatda tuvan muvaffaqiyat fursati qoldiradi. Ammo agar Amerika aralashib qolsa, Xitoy o'zining ilg'or aeroplan, paraxot, suvosti kemasi va boshqarilgan bombalarni ishlatib, uning yo'lini to'sib, har ikki taraf g'alaba qila oladigan bir ssenariy yaratadi. Xitoy taraqqiy qildirgan nurg'un iqtidorlar Tayvanning shu ilg'or qurollaridan foydalanishni texnik qiyinlashtirdi. Tayvan bu ilg'or qurollarga bak tayanmaydigan yangi bir strategiyaga muhtoj edi. 2008-yili William Moray ismli bir amerikalik harbiy mutaxassis dal mushundoq bir strategiyani o'tirib qo'yib, hatto uningga bir ism qo'ydi. Asta hamma muqim qadam bosadigan kirpa dunyoda o'zini qo'g'daydigan bir narsa bilan tunilgan. U bo'lsa-mu uning tikini. Kirpa strategiyasi. Kirpa strategiyasi William shuni o'tirib qo'ydiki, Tayvan bir qancha cho'ng qimmat qurol sotib olishning o'rniga nurg'unlagan kichik, harakatchan va arzon qurollarni sotib olish kerak. Kirpa uslubidagi qurollar Stinger deb ataladigan elib yurishga bo'ladigan havo mudofaa boshqariladigan bombalar. Harpun deb ataladigan paraxotga qarshi qurollar. Shundaqla tizgin uchqu aeroplan va mina qatorliqlarini o'z ichiga oladi. Bir F-16 qirg'uvchi aeroplanning bahosiga Tayvan 6 Harpun sistemasi yoki 135 Stinger sotib oladi. Bu qurollarni ko'plab sotib olish orqali Tayvan o'zini kirpining tikinidek mudofaa qila oladi. Kirpi strategiyasining butun uqumi asosan Tayvanni yutish baktas bo'lib qoladi deganlikdir. Siz xalq ozodlik armiyasi rahbarligiga yetarlik savol belgilarini qo'ysangiz, shunda qilganda ular o'z nishoniga yeta oladiganligiga ishonib yetadi. Agar Xitoy tajovuzni boshlasa, uning boshqarilgan bombalari yana Tayvanning aeroplan va paraxotlarini vayron qila oladi. Ammo kichikroq qurollarni urish bo'lsa tez. Shunga Xitoy asosliq tajovuzchi kuchini avatganda Tayvan suvdagi minalar orqali dushman tajovuzi ostilaydi. Ondan Tayvan askarlari Stinger boshqarilgan bombalarni ishlatib, Xitoyning aeroplanlarini, harpunlarni ishlatib, paraxotlarini vayron qila oladi. Gerçi bu qurollar Tayvanga Xitoyni yolg'iz yengish iqtidorini bermasmi, ular Amerikaning yordamga kelishini qaror qilishga yetarli vaqt bilan ta'minlashi mumkin. Bu Tayvanga texmi yuqori muvaffaqiyat fursati beradi. Xitoy bilan paraxotga, aeroplanni aeroplanga selishtirib moslashishga urinishning o'rniga, u faqatli Tayvanga muvaffaqiyatli tajovuz qilishning oldini olish kerak. Kirpi strategiyasiga o'tish Tayvan armiyasi uchun g'oyat zo'r bir o'zgarishni talab qiladi. Ammo 2010-yillardan boshlab Amerika amaldorlari Tayvanning kirpi strategiyasiga mos keladigan qurollarni sotib olishga undashga boshladi. Tayvanmi ko'pincha qo'shilgandek qiladi. 2015-yilda Tayvan 250 dona Stinger va 800 ga yaqin boshqa turdagi boshqarilgan bomba sotib oldi. Hammasi kichikroq, texnik harakatchan qurollar edi. 2020-yilga kelganda u yana yuzlagan qo'shimcha tizgin uchqu aeroplan va radar sistemalarini sotib oldi. Ammo shuning bilan bir vaqtda u yanada qirg'uvchi aeroplan va tankga o'xshash ilg'or qurollarni sotib olishni davomlashtirdi. Hatto o'zining zamonaviy urush paraxotlari va suv osti kemalarini yasadi. 2022-yili necha ming mil yiroqlikda Rossiya o'zining ko'p kichik qo'shnisi Ukrainaga tajovuz qildi. Ukraina armiyasi Rossiyaning hujumiga qarshi maydonda ching turibdi. Ukraina asosan Amerika va uning g'arb ittifoqdoshlari ta'minlagan kirpi uslubidagi qurollar soyasida Rossiya tajovuziga qarshi turaldi. Tayvan shu ma'nodagi umidga ega bo'ldiki, qog'oz yuzida Rossiya ko'p ustun bir harbiy kuch edi. Ammo bu jang maydonida undaq ifodalanmadi. Hamda Ukrainada Tayvan setib olgan Stinger, Javelin va HIMARSga o'xshash nurg'un qurollar cho'ng farq yaratdi. 2022-yilda Tayvan texnik ko'p kirpi uslubidagi qurollarni setib olish uchun Amerikaning tasdiqini oldi va o'zining boshqarilgan bomba ishlab chiqarishini kuchaytirdi.
Ammo u yana 1 milliard 200 ming dollarga ilg'or MHR suv osti kemasi o'lash tik uchorini sotib olishni talab qilganda Amerika yo'q dedi. Chunki ular Kirpi strategiyasiga mos kelmaydi. Meningcha Amerikada bir jiddiylik bor. Bu Ukraina urushi tarafidan texmi oshirildi. Tayvanning mudofaa xomchoti biz o'ylagandek yuqori emas. Bu pulni Javelin, Stinger, Harpunga o'xshash narsalarni sotib olishga texmi yaxshi ishlatgan bo'ldi. Amerika hozir Tayvanning birdan-bir qurol manbasi. Bu deganlik u Tayvanga o'zi xohlagan narsani sotib olishga besim ishlata oladi. Masala shuki, Tayvanda ba'zi rahbarlar yana Xitoyning kunsiri kuchayotgan, ammo to'liq ko'lamlik tajovuzga yetmaydigan tajovuzlik harakatlarga qarshi turish uchun texmi ilg'or qurollarga ehtiyojli deb qaraydi. U orolga yaqin uchadigan Xitoy aeroplanlarining sonining eshishiga qarshi turish uchun 40 aeroplanga muhtoj. Agar Xitoy dengiz armiyasi Qo'rsha hosil qilmoqchi bo'lsa, uningga qarshi turish uchun paraxutga ham muhtoj. Eng muhimi, Tayvandagi ba'zilar shuni o'tirib qo'ydiki, Tayvanga ilg'or qurollar kerak. Chunki agar Xitoy tajovuz qilsa, Kirpi strategiyasi faqat uni ostiltadi. Agar Amerika aralashmay qolsa, Tayvan g'alaba qila olmaydi. Amerika bo'lsa bu ishga texchi va'da bermadi. Bu eng nachar ssenariyni ham faraz qilish kerak. Shunga Tayvan bu orolni yolg'iz qo'g'dash uchun harbiy iqtidorga pul xarjlayotdi. Bu sodini to'sish qarori chiqarilganda, balkim bu ssenariy nazarga ilinmagan bo'lishi mumkin. Shunga agar Amerika yordam berishga va'da bermasa, Tayvan o'z orolini qo'g'dash uchun kerakli deb qaragan qurollarni davomli talab qiladi. Filmimizni ko'rganinglar uchun ko'p rahmat. Nurg'ulg'an yangi siyosiy filmlarni yo'llashga tayyorlik qilyapmiz. Qani amsang, kanalimizda sizni saqlaymiz.